Şimdi Chorney'da mısın? Başkasında mısın? Fark yok. Yaxşı niyet yarım devlette bejiz aytılmaydı. Bize yaxşı niyet mikrokredit teşkilatına geldik. Bundan bir yana indi sizler 10 milyon son puldan tutup 600 milyon son pul 2 set içinde alış imkanı payda oldu. Cahangir, yaxşı mısın ülkem? Selamünaleyküm. Yaxshimisiz. Yurttaşlarımıza kısaca özün tushuntirib bersan Cahangir. Bizda yangilikimiz bor va xabarimiz bor. 5 oy oldin 10 milyon so'mdan 300 milyon so'mgacha kredit berib turdik. Hozir yana ham ko'paytirdik va garov holatidan kelib chiqqan holda 10 milyon so'mdan 600 milyon so'mgacha kredit chiqaradigan bo'ldik. Yusufboy yana bizda toza yangilikimiz bor. Avval bilsangiz uy joylarni garov qo'yajak vaqt propiskasindagi odamlarni chiqarib turishadi o'rgalar. Hozir sal soddalashtirildi. Undan emas, propiskadagi odamlar bilan garov qo'yib kredit topib biladilar. 4 yil adam bemalol olsa bo'ladi. 4 yilda bemalol olsa bo'ladi. Tushunadi. Endi sizlar lizing alacaksınlar. Evvela bilasizlar lizingni tartibim og'iradi. Hozir lizingni tartibi nechga bo'ldi sizlarda? Shu soha aytib o'tganingizdek, avval lizing mashinani olsangiz, pulni hammasini to'lashingiz kerak edi. 1 oyda yapasizmi, 1 yilda yapasizmi? Bizda undan emas hozir lizing ochildi, ulug' mashinalari. Keladi, lizingni oladi. Lizingimizning muddati 5 yil. Xohlang uni 5 yil davomida yapib boring. Xohlang 1 yilda yapib tashlang. İşletgan kunida foiz to'laysiz. Tushunarli. Agar sizlar viloyatdan kelib bizning Xorazm mashina bozoridan mashina xarid qiladigan bo'lsanglar, ikkilamchi kreditlar bemalol 20% ni to'lab olib ketsa bo'ladi ekan, to'g'rimi? Yana ham qolaversa pulingiz 2 set ichida tushadi. Gechda ishda masalan chiqadigan yurtdoshlarimiz bo'ladi. 5:30, 6da muammosi yo'q. 8da kelsangiz ham xudo xolasa Jahongir shuda bo'ladi. Pulingizni shu momentida tushirib beradi, xudo xolasa, to'g'rimi? Savollar bo'lsa bemalol pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Adreslarga keladigan bo'lsak, biza Al-Xorazmiy ko'chasi 79-uyda o'tiribmiz, to'g'rimi? Endi orientirlar aytsak, Media Parkning dik oldida desak ham bo'ladi. Kelaverasizlar. Savollar bo'lsa bemalol Jahongirga murojaat qilaveringlar. Sog' bo'ling.